Aziz va hurmatli birodarlarimiz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Saudiya Arabiston xalqaro radiosi Turkiston bo'limi borasida xushxabari unvoni motahtida necha so'zlarni aytishni o'zimga munosib ko'rdim. Saudiya Arabiston xalqaro radiosi Turkiston bo'limi nomida Saudiya Arabistonning Jidda shahridan Makka Mukarrama vaqti bo'yicha har kuni kech soat 6 dan boshlanib to soat 9 ga qadar davom etadi. Ayni shu vaqtda Kobulda 7:30, Toshkentda 8 va Urumchida 9 bo'ladi. Har kuni tarqaladigan dasturlarimizni qisqa to'lqin 31 metr 9885 kilohertzdan eshitib bilasiz. Va Saudiya Arabistonda yashaydigan o'lkadoshlarimiz o'z mashinalarida FM 107.3 orqali eshitib bila oladilar. Va shu kabi internet orqali ham dasturlarimizni eshitishingiz mumkin. Internet adresimiz www.sgrturg. Turkiston bo'limi motahtida tarqaladigan dasturlarimiz ikki til, Uyg'urcha va o'zbekchada bo'lib, Qur'oni Karim tarjima va tafsiri, islomda oila tuzumi, radio suhbati, shubhalar va unga raddiya haqiqatlar, islom va boshqalar, terrorizmga qarshi kurash va insonparvar mamlakat va tarovatli sirat kabi programlarni o'z ichida oladi. Hamda kech soat 7 da so'nggi jahon yangiliklarining xulosasi va kech soat 8 da so'nggi jahon yangiliklarining tafsiloti e'tiboringizga taqdim etiladi. Foyda olasiz degan umidda programmalar loyihasini men birodaringiz Abu Yahyo Ar-Rustoqiy e'tiboringizga havola qildim. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.